Bo'ldi, aka, lokatsiya tashlab yuboring, srochniy bo'lsa tez chiqarib yuboraman, aka. Yandeksdan chiqarib yuboraman. Xo'p, aka. Shunaqa voqealar juda tez bo'lib turadi. Kranim ishlamayapti, uyimga suv toshib ketyapti, podulimga suv toshib ketyapti. Tezroq mana shu kraningizdan chiqazib bering, kranim ishlamayapti. Xullas, suvni to'xtata olmayapman deb, xullas klientlar to'polon qilib so'rab qolishadi orada, lekin maksimum tezroq chiqarib yuborishga harakat qilamiz. Lekin mana masalan deylik, mana sizlar uchun ham yengillik bo'lsa, mana suv oqayotibdi, masalan, hech qanaqasiga to'xtatish iloji yo'q deylik. Kran buzilgan deb tasavvur qilaylik. Shu joyga nima qilamiz? Mana bu kranni olamiz u oqib turgan joyida. Mana ham qaranglar, bosaman. Mana. Hop, ozgina bosdim. Bo'ldi. O'chiramiz. Tamom, vassalom. O'chdi. O'zi maksimum darajada tishlari bor, mana ichida tishlari bor, ko'ryapsizlar, temir tish. O'sha narsa turbani tishlab olib qoladi va suvni osongina to'xtatib olasizlar. Yana bitta qiziq joyi nima? Agar kran sizlarga mana bu holatda xalaqit berayotgan bo'lsa, shu holatda mana sekingina devorga bunaqa qilib burab olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Bu shunaqa narsa. Video yoqqan bo'lsa o'rtoqlar bitta like bosib yuboramiz, joningiz sog' bo'lsin.